Kvartirada turadigan qizlar hayoti qanaqa bo'ladi? Har kuni kimnidir mehmoni keladi. Zebo, sen mehmoningmi bu? Yo'q, seningchi mehmon bo'lsa kerak. Seninchi ham qizlarning mehmoningmi? Yo'q, Zeboning mehmonidir. Bu joyda begona bo'lsang-ham 5 kun yashab ketsang bo'ladi. Uborkada har doim kimdir uxlab qoladi. Aytib qo'y, tualetni men tozalamayman. Men ham tozalamayman. Men ham tozalamayman. Unda kim tozalaydi? Uxlab qolish bu ishdan qutulish emas, qaytanga eng yomon ish sanga qoladi. Kech qolsang sanga ko'rpa yo'q. Kimdir uydan ko'rpa olib kelmagan, lekin o'sha kimligini hech kim bilmaydi. Bir kun ustingga kurtka, bir kun chochiq, bir kun korobka, bir kun stul yopib yotishingga to'g'ri kelishi mumkin. Qizlar ovqat qilaylik. Qornimiz to'q. Bo'pti, o'zimga qilaman. Qo'lingni to'g'ri-ku. Voy, yaxshi shu kekasa kalti berishga kiring. Men sana kalt borib kutib o'tirdim. Kvartirada tursang ko'p ko'chada qolib ketasan. Qornim och qoldi. Menda strobar bor. Menga Hozir strobar kayfiyat qo'shadi aksiyasi ketyapti. Shartlari Reels ostida strobar deb yozish kerak. Strobarning rasmiy Instagram sahifasiga obuna bo'lish kerak. Strobar mahsulotini iste'mol qilib, strobar profilini atmetka qilib, stories qo'yish kerak. Izohlarda qancha ko'p strobar deb yozsa va qanchalik ko'p stories joylasa, shunchalik yutish imkoniyati oshadi. Sovg'alarchi? MacBook, iPhone 16 Pro, Apple Watch, AirPods, Samsung planshet va strobar set. Ketdisi o'qib ketin tepada kutamiz. Aksiya 15-fevralgacha davom etadi. Qizli eshik ochiq ekan. Tak.